Baxtiyorga hozirda men xodim bo'lib ishlayman, lekin anchadan beri tadbirkorlik qilish niyatidaman. O'shanga tadbirkorlik boshlasammikin deb o'ylab turgan edim. Shunga maslahat bera olasizmi? Birinchi, agar tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lsangiz, birinchi, ikkinchi yilda baribir qanaqadir o'sha moliyaviy qiyinchiliklar, o'sha mijoz topish, keyin o'sha xodimlarni ishlatish bo'yicha kamchiliklar bo'ladi, resurs yetishmasligi. Shuning uchun maslahatim, moliyaviy qiyinchiliklar bo'lgan paytda sizni o'sha asosiy faoliyatdan daromadingiz bo'lmagan paytda ham birinchi ehtiyojlaringizni saqlab turadigan moliyaviy ko'magingiz bo'lishi kerak. Keyin ikkinchisidan, agar shunga salohiyatingiz yetishini ko'zingiz yetsa boshlashingiz kerak. Ba'zi birlarni ko'rganman, yaxshi o'sha xodim sifatida zo'r ishlashadi, lekin tadbirkorlikda odamlarni ishlatish bo'yicha, mijozlar bilan gaplashish bo'yicha qanaqadir salohiyatlar yetishmaydi. Menimcha ular o'sha xodim sifatida ishlaganlari ma'qulroq deb o'ylayman. Chunki o'sha baribir o'sha hamma ham tadbirkor bo'lish kerak degan narsa yo'qda. Ba'zi bir tadbirkorlarni ko'raman, oylik foydalari juda o'sha arzimagan chiqib qolishi mumkin. Lekin ba'zi bir xodimlarni ko'raman, ularning daromadlari 3-4 barobar ko'p bo'lishi mumkin. Menimcha inson o'zini qaysi sohada ko'ra bilishiga bog'liq. Agar haqiqatda tadbirkorlikka kirmoqchi bo'lsa, risklarga tayyor bo'lsa agar, kirib uni oxirigacha borish kerak. Lekin kimdir baribir xodim sifatida ham yaxshi daromad qilishi mumkin.